Noldan biznes 1 million dollargacha 1 yil mobaynida. 16-son ko'ramiz. Abetdan keyin O'rizorga bordim. Har doimgi o'nchoq oladigan do'konimga kirdim. Aka, o'zimiznikidan 50 ta bering desam, tugab qoldi desa bo'ladimi? 10 kundan keyin keladi deydi. Bozorda qidirmagan joyim qolmadi. Yo'q, hech kimda. Bor ekan, bitta joyda optimga 35 ming so'm deydi. Aka, bu o'zimiz shunaqa sotyapmiz deb ketib bordim. Xullas, bir joydan topdim. 27 ming so'mdan olishga majbur bo'ldim. 2 soat qidirib 27 ming so'mdan oldim. U ham mayli, 50 ta olishim kerak edi, zo'rg'a 40 ta topdim. Endi o'nchoq pistoletning narxini 50 ming so'm qilib qo'ysak bo'larsa kerak. Xullas, bozordan uyga qaytdim. Yuvinib taranib, uzun marketda savdo qilishni o'rgatadigan o'qituvchi bola bilan ko'rishdim. Haqiqatda o'zini ishiga gрамотный mutaxassis bola ekan. 1-iyuldan savdo qilishni o'rgatadigan bo'ldi. Uchrashuvdan keyin Seulga qaytdim savdo qilishga. Ko'z bilan qarayman, shogird bolalar savdo qilishyapti-yu. Uka, omadingiz bersin. Qancha ko'p sotsangiz shuncha xursandman deb nariyoqqa o'tib ketdim. Olib qolinglar, kelib qolinglar deb 2-3 soat ichida 32 ta sotib tugatib olibman. Yana ham ko'proq sotardim, 10 tasi uyda qolib ketib qopti-da. Shuna qilib quruq xurjunda yetalab uyga qaytdik. Allohga shukr. Bugunlik kunimizdan fayzli, barakotli o'tdi. Bu safar o'nchog'imiz 32 ta sotilibdi. 15 ming so'mdan foyda qilganimizda 32 tasi 480 ming so'm bo'ladi. 80 ming so'm rasxod bo'ldi. 400 ming so'm sof foyda bo'ldi. Bizning общий pulimiz 2 million 335 ming so'm edi. Hozir esa 2 million 735 ming so'm pul bo'ldi.